Assalamu alaykum. Karavan Sadası programmasının aziz möhtərəmləri. Kəminə Dilnurdan həmmənlərə otluq salam. Həmmimizə tanışıb bolğan Nəsriddin əfəndim, yetim qızның muhabbeti, Sahib Camalның ölümü, Axır gün qatarlıq kino televiziyalarda rol elib, dövlət içi və xalqarada nurg'ulg'an mukofotini erishguchi. Ekran güzeli, haqiqiy Sahib Camal, kino malikasi, ataqlıq aktyorimiz Güzelnur Qutbining ekran hayotı bilan tanışıp chiqaylik. Ataqlıq aktyor, kino çolpini, ekran güzeli Güzelnur Qutbiddin. 1980 yılı Beijing kino studiyası işleyen Nasriddin Efendi filmide Güzel Yezi Kızı Leyli. 1986 yılı Tanrıtağ kino studiyası işleyen Sahib Camal'ның ölümü filmide Sahib Camal Meryem Hanım obrazı bilen halkımızga tanılgan. Hoş. Beyzade, o kızlağı ben qaray. Bakın. Kızcaklar kelinglar, hemen atqı meninglar. Beyzade, usulni chiroyli o'ynadimmi? Bir narsa demaysiz-ku. Nəhayət chiroyli o'yindingiz. O'zingizni chiroyli o'sitibsiz. Rasma? Boyingizga yetkanda texmi go'zallashib ketsiz. Cho'ng bo'g'inimda meni izlab kelasizmi? Navada. Siz oq ko'ngil, go'zal bo'lib yetilsangiz, cho'qim kelib sizni emrimga olaman. Allah, meni oq ko'ngil, go'zal bir qiz qilib yetildirgay. Ataqlıq kino çolpini. Tanrıtağ kino studiyasının dövlətlik birinci dərəcəlik artisti Güzelnur Qutbiddin 1962 yılı Xotan şəhrində ziyali ailəsində doğulğan. 1978 yıldan 1980 yılgacha Xotan vilayetlik pedagogika məktəbinin san'at sinipi g'ijak kasbida o'qigan. 1980 yılı o'qish bitirib, Xotan viloyatlik Yangi Qoshtishi san'at umigiga xizmatga tushgan. 1981 yildan 1985 yilgacha Beijing Kino institutining kino aktyorlik kasbida o'qish bitirgandan boshlab Tanrıtağ kino studiyasida ishlagan. Güzelnur Qutbiddinning
tunji ekran hayoti 1980 yili Beijing kino studiyasi ishlagan Nasriddin Apandi filmida Layli obrazini yoritish bilan boshlangan bo'lib, yana shu yili Qizning orzusi 1981 yili Tangri toqqa safar 1981 yili Beijing kino institutiga o'qishga kirgandan boshlab 1983 yili Tangri tog' kino studiyasi ishlagan Nur Nisa, Yiroqdan kelgan mehmon 1984 yili Parashut chechaklari Televiziya teatri Moma 1985 yili Shangang bilan Shanghai kino studiyasi birlashib ishlagan ko'p qismliq televiziya teatri Bir avlod Baturlar qatorliq kino va televiziya teatrlarida baş rol ve asosiy rollarni elib, o'qish bitirib bo'lguncha dangliq kino cho'lponiga aylandi. 1985 yili o'qish bitirib, Tangritog' kino studiyasiga xizmatga tushgandan keyin 1986 yili Sahib Jamolning o'limi, Yetim qizning muhabbati qatorliq kinolarda Sen kurtanman kanık nakısı. Biz yakışmak Ay, size eğitiyi verenler. Kayni, biz bir tutum tema valaylı. Kim ama, eğitanlar. Yani maksı kusunanlar, yürünler. Sılıdı. Onundan başka 29 kısımlık televiziya teatri Çingiz Han, köp kısımlık televiziya teatri Çin Tenchu, G'azablangan Zarafshon, Oxirgi Ko'l, 2 qismliq televiziya teatrlaridan Dab, Qo'g'inchining hikoyasi, Muhabbatning boshqacha otilishi, Taroza qatorliqlarda o'xshash bo'lmagan personajlar obrazini yoritib, san'at xumor xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Güzelnur Qutbiddin rol olgan Nasriddin Apandi, Bir avlod Baturlar, Sahib Jamolning o'limi, Oxirgi Ko'l qatorliq nurg'un kino va televiziya teatrlari davlat ichi va xalqaroda har xil kino festivallariga qatnashtirilib, katta mukofotlarga erishdi. Güzelnur Qutbiddinmi nurg'un qitim eng yaxshi artist mukofoti qatorliq mukofotlarga va Güzelnurni yaxshi ko'radigan ko'rurmanlar tarafidan ekran güzeli, haqiqiy Sahib Jamol, kino malikasi qatorliq chiroyli nomlarga erishdi. Bo'libmi Nasriddin Apandi filmidagi Güzel yezi qizi Layli va Sahib Jamolning o'limi filmidagi Maryam xonimning jazbidor obrazi hozirgacha ko'rurmanlarning ko'z oldida namoyon bo'lib turmoqda. Biz oxirida ataqliq aktyor, kino cho'lpini, ekran güzeli Güzelnur Qutbiddinning tiniga salomatlik, turmushiga baxt, buningdan keyingi san'at hayotiga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz.